Xo'p, bizda map writing bor edi bilamiz va map writingida nimalarga ahamiyat qaratishimiz kerak edi? What do you think? Map writingida avvalgi va hozirgida nima o'zgarish bo'lgan, shuni birinchi ko'rardik-a? Yes, o'zgarishlarni, ya'ni vaqt davomidagi, yillar oralig'idagi change'larni. Yes, bu ketdi va endi Keyin anavi ham bor edi. Qarang, uch xil narsaga aylanganmi, yo'qmi? Residential areaga aylanganmi, farming areaga aylanganmi, keyin yana entertaining areaga aylanganmi? Shunaqa ham bor edi, adashmasam. Yo boshqasi bilan adashtirdim. to'ppa-to'g'ri residential, industrial areaga o'zgarishi mumkin, industrialize qilishi mumkin yoki urbanize qilishi mumkin. Misol uchun, ya'ni eski qishloq joy deylik, shaharlashib, nimadirlar qurilib ketgan bo'lsa, unda urbanize bo'lishi mumkin. Yokida industrial recreational ham bo'lishi mumkin, recreational areas deb aytilishi mumkin ekan. Exactly, you have remembered it pretty well. Okay, so demak, endi badiyalarga biz qanaqa bo'lishimiz mumkin? 2 yoki 3 xil usuli bor edi badiyaga bo'lishni. Badiga bo'lishdi. Xo'p, qarang, anaqada edim. Yillar bilan bo'lish bor edi, lekin yillar bilan bo'lsa kam bo'lib qolardi. Keyingisida esa anaqa bor edi. Misol uchun butunlay change bo'lib ketgan joylarni aytib, keyin salgina o'zgartirish kiritilgan joylarni aytish bor edi. O'zgarmay qolgan, salgina o'zgartirish kiritish qilingan joylar bor edi. Yes, exactly. And what about the third way? Uchinchisi tomonlar bo'yicha, kompas tomonlari bo'yicha o'zgartirish. to'g'ri, tomonlar bo'yicha. Birinchi xayolimga keladi, keyin gapirguncha esimdan chiqib ketib qolibdi. Tomonlari bo'yicha. North south ga bo'lishi mumkin yoki east west ga. Bu endi qanaqa change bo'lganligiga qarab, ya'ni qaysi biri ko'proq mos kelsa, misol north south ga bo'lsa, aytishga gap arziydimi bemalol yokida teskarisi east west ga xuddi shunaqami. Shunisiga qarab keyin o'zgartirar edik. Va ko'p misol uchun o'sha graflarni, analizlarni o'qiganingizda asosan birinchi usul bilan yoki uchinchi usul bilan bo'lar edi. Totally change, small change. Bu uchinchi o'rindagi eng popular division usuli edi. No, birinchi o'rinda ko'p o'zim ham o'qiganimda year by year ko'pincha kelgan aynan graflarga badiyaga bo'lish. Okay, so endi bu badiyda biz bu grafda qanaqa ishlashimiz kerak? Birinchi o'rinda har doim mapni ko'rib chiqishdan oldin, ya'ni uni yozishdan oldin locate qilishimiz kerak. Location'ni mana bu WH questionlari bilan o'zimizga savol berish orqali shundan bilib olishimiz mumkin. Nima haqida kelishyapti? Misol uchun, hop, demak where qayerda asosiy narsa o'zgaryapti? What define space, ya'ni qaysi tomonda, misol shahar, north, south, it doesn't matter. How, when, qachon, vaqtda yoki ketish kerak, we know about it, and who, ya'ni qanaqa o'zgargan va nima aynan o'zgargan bu joyda. Shularni biz bilib olishimiz kerak edi. Undan keyin bo'lib olganimizdan keyin so bu yoqda what do you think, qaysi usul bizga ko'proq to'g'ri keladi? Ya'ni qanaqa year by year bo'lganimiz yaxshimi yoki 2-3 ta bo'lganimiz yaxshimi? Xo'p. Ikkiga bo'lsak-chi, tepa va past qismga bo'lsak-chi. This one, right? North south. Yes, of course we can do it. Chunki northda ham yaxshi ketyapti, o'sha change ketyapti, xuddi shunaqa southda ham normally change ketyapti. Misol ancient palace qurilyapti va boshqa. Yes, we can do it. So now let's read it. Let's read, analyze, and we will learn the, let's say, language and the grammar as well from these. Let me divide this so we can take a look. I guess now it's visible. So let's start. Here is the graph
here is the options. Okay, so the maps present the locations. Here we can see the word present, and instead of illustrate, we can also use this word. This is a synonym of illustrate, we know about it. And this is also something natural that can be used naturally. Then, the location of archaeological findings at a historic site in 2004 and 2014. What do you think? How can we paraphrase it into something like advanced? mana shu 2004 ham qanaqadir boshqacharoq qilib o'zgartirishimiz mumkin. What do you think? Ya'ni advancedroq usulda. Over the period ma. Yes, exactly. Yani просто in o'rniga over the period desak Bo'lmasa yoki in a decade desa bo'ladi. In a decade. Yes. Over a decade deymiz. Tak, over a qilib ishlatishimiz mumkin. Exactly. Va qavs ichida endi qaysi decadeligini aniqroq qilish uchun 2004 va 2014 qilib yozib qo'ysak, shunda qulayroq usul hisoblanadi bizga. So'z boyligimizni ko'rsatamiz. So, now next one. Demak, nima qanaqaga o'zgardi? Bu yoqda aytyapti, demak, present showga sinonim bo'lib keldi. Recent degan so'zimizga bizda sinonim bo'lib keldi. Adashmasam hech qanaqa sinonim yo'q. Ya'ni so'zni tushirib ham qoldirishimiz mumkin ekan. Archaeological findings o'z holatida qoldi. No, buni qanaqa o'zgartirishimiz mumkin? Shu so'zni o'zini ham misol uchun change kiritmoqchi bo'lsak. Archaeological findings bo'lsa, fossil flue desa bo'lmaydimi? Yo bo'lmasam anaqa antique materials desak bo'ladi yoki finding materials desa bo'ladimi? Antique materials ozgina off topic bo'lib ketishi mumkin. Biza paraphrase word formation'ni ham o'zgartirib olishimiz mumkin. Shunda bo'ladi, misol uchun findings related to archaeology maybe. To archaeology, or this can also be, for example, archaeology that were found, maybe that were found over a decade. So we have mixed both archaeology that were found, the paraphrase of archaeological findings, and plus the year as well. Okay, so let's continue. Tag. Overall, mounting discoveries, really great word. And what do you think the translation of this word, mounting? Mounting bu mounting discoveries degani o'zlashtirilishimi tog'larning bo'lishi mumkin yokida discovery so'zini oldidan kelayotgani uchun bu katta ehtimol bilan adjective bo'ladi. Huge bo'ladi. Huge discovery bo'larkanda, mounting chunki huge'ga beradi-da. Exactly. Katta yokida maybe bo'lishi mumkin significant. Tog'lardek misol uchun muhim bo'lishi mumkin. Discovery topilgan ekan. Mounting discoveries revealed the distribution of residential areas and the spatial organization of communal structures. So, o'zi umuman qarasak, nimalar bizda o'zgaryapti? Ancient house'lar tog'lar olib tashalgan, adashmasam, yo'q qilib yuborilgan. Ya'ni portlatib tashalgan. Archaeological finding uchun. After that, ancient house'lar ko'paygan, ikki qator bo'lingan. Ancient toilet topilgan. By the way, bu archaeological site bo'lgandan keyin unda o'tmishdagi joylar topilgan ekan. Ya'ni mana shu narsalar topilgan ekan. Xo'p, tog' o'rniga ancient house topilgan, ikki qatorlik. Then ancient toilet, ancient stadium daraxtlarning o'rniga ancient house topilgan ekan. Yes. Demak, distribution bu uylarning joylanganligi, ya'ni overall o'zida ikki qator deb ketmayapti-da, balkim shuni general qilib bizga distribution deb berib ketyapti. Bu juda ham zo'r usul. Then aytyapti spatial organization, bu fazodan, spatial means related to space. So, communal structure'lar fazodan qanaqa ko'rinyapti yoki tepalikdan qanaqa ko'rinyapti, shu narsani ko'rsatadi.